Do'stim, xabaringiz bormi? Tibbiyot axborot texnologiyalari o'qituvchimiz challenge o'tkazayotgan. Yo'q, hali xabarim yo'q. Qanaqa challenge ekan u? 2 kun telefonsiz yashash kerak ekan. Qanaqa bo'lar ekan, lekin qiziq challenge ekan. Yuring, batafsil domlani o'zidan so'raymiz. Qani ketdik bo'lmasam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, kiringlar. Xo'p, hurmatli talabalar, sizlarga bir challenge e'lon qilmoqchiman. Telefonsiz 1 kun yashalamizmi? 2 kunchi? Endi bo'lmasam bugundan challenge e'lon qilamiz. Kim 2 kun telefonsiz yashalsa, shu bizning fanimiz kesimida sizlarga bir sovg'alarimiz bor. Marhamat, topshirishingiz mumkin, o'chirib telefonlaringizni. Hurmatli talabalar, agar siz ham mobil telefonsiz 2 kunlik challenge da ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Tibbiyot axborot texnologiya xonasida kutmoqdamiz.